Mana buning kuniga 180 ming chiqyapti. Bosh to'lov qancha to'lov qiladi? Shtorkalik bu, yig'iladigan. Ha, yig'iladi. O'rtacha 3 tonna, 3,5 tonna yuk bosib yuribmiz. Vau, 3 tonna. Hali shu paytgacha qimirlagan yo'q deyapti mashina. Gap yo'q. Akalar, Sariyog'dek ketib turgan Kia Bongo, Hyundai Porterlarni qotilini kakras kelgan joytiga kelib qoldik. Treylerdan tushirish jarayoni. Mana hozirgina tushirildi. Issiqqina hozirgina tandirdan uzilgan Jack X200 mashinalarini sizlarga ham taklif qilib qolaman. Sababi narx jihatdan arzon, garantiyalari bor. Hozir bu mashinalarni kuniga 180 mingdan to'lov chiqyapti. Ishoninglar, 3 yil, 4 yilga 180 mingdan kuniga. Kuniga 180 mingni bu o'ynab kulib, mana qilib topib qo'yadi. Videoni diqqat bilan tomosha qilinglar. 3 xil turdagi Jack X200 bor. Ularni narx-navolari va imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Video yoqsa boshdan like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz videorolik boshladik. China Motors'ga kelganmiz. China Motors yuk mashina tashiydigan bo'limidan assalomu alaykum Farhod aka. Doimiy o'zimizning qadrdonimiz, doim birgalikda sizlar bilan obzor qiladigan Farhod akamiz. Nomerlari ekranda chetida turibdi. Sizlar qiziqtirgan savolinglarga albatta javob berishadi. Xudo xolasa. O'zi ham vovремя kelib qoldik. Vovремя shuni o'tib ketayotgandik. Farhod akani ko'rdim, treylerni ko'rdim. Darrov to'xtab video qilishga tushib ketdik. Xudo xolasa kuniga 180 mingdan mashina chiqadi. Farhod aka endi bitta obzor qilsak, tanishtirsak, bilmaganlarga bitta tanishtiramiz, bilganlarga bitta eslatma qilamiz. Shunaqa. Jack X200 to'g'risini ayting aka, qanaqa ketyapti? To'g'risini ayting. Bu Jack X200 haqida bir gaplashadigan bo'lsak, buni bir ko'rishda ko'pchilik Kia Bongo deb o'ylaydi. Lekin bu Kia Bongo emas, bu Jack X200. Bu texnikamiz hozirgi kunda Samarqandda yig'ilyapti bu mashinamiz. Hali bir shu paytgacha O'zbekiston sharoitida 3 yil hech qaysi texnikaga hech kim garantiya berilmagan. Ayniqsa yuk mashinaga 3 yil garantiya berilmaydi. Berilmagan shu paytgacha. Bu mashinamizda 3 yil garantiya beryapti yoki 100 ming probeg. Ana, 100 ming probeg. Endi menimcha kam emas bu. Motor, korobka va zadniy ustiga. Aha. Yana bitta plus tarafdan birinchi aytib o'tib ketaylik, shu bilan keyin to'liq hamma joyni ko'rsatib o'ramiz. Plus tarafi endi yuk haydab yurgan mashina baribir shu odamlar bu mashinamizga qiziqadi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Metallari qalinlashib kelgan. Shu joyda 3 ta joyga e'tibor bersinlar. Metalli qalinlashib kelgan, taglari ustilit bo'lib kelgan, to'laligicha. To'laligicha ustilit bo'lib kelgan. Ko'ringlar, meyvalarda 3-plusni aytaylik. 3-plusi o'ziz xolisona. Endi baribir video qilasiz, sizga ishonishadi mijozlaringiz. Siz o'tirib ko'ring. Bemalol masalan u viloyatdan bu viloyatga qatnaydigan mijozlarimiz belo'g'rig'i shunaqa masalan deylik endi labon bunga taqqoslamaymiz. Endi labon boshqa dunyo. Bismillahirrohmanirrohim. Boshqa. Hoppa. Xo'sh, yurishlarini ko'ring. Odatda labolarda akalar buni sizlar minsanglar, labo mingan akalarimiz laboga qaytib o'tirmaysizlar. Chunki o'rindiqlar qalin, yumshoq. O'rindiq bor-ku, laboda orqaga yotqiza olmaysizlar. Buni bemalol ko'ryapsizlar, yotqizish qanchalik darajada yotyapti. Ko'ryapsizlar, bemalol mana shunaqa olib boshlab uzoq yo'lga ketaverasizlar. Asosiysi komfort uchun bizni O'zbekiston hududi issiq o'lkaligi uchun, issiq quyosh qizdirganligi uchun konditsioner borligi, rullari yumshoqligi, ABS tormozlari bor, yangi mashina. Bu yerda radio bor, bokovoy qiziydi. Endi bu mashinamiz asli benzinda harakatlanadi, o'zi asli. Endi bizda ko'proq metan qo'yishadi, propan qo'yishadi. Uni ham imkoniyati bor. Xo'p, motorimizga keladigan bo'lsak, motorimiz Grenji brendi asosida ishlab chiqarilgan. Grenji brendini ko'pchilik juda yaxshi biladi. Yaponiya bilan Xitoy qo'shma korxonada. 147 ot kuchiga ega. Menimcha bu kam emas. 2 litrli dedingiz-a? 2 объемli, ha. 2 litrli, 2 litrli 147 ot kuchiga ega bo'lgan motor bilan jihozlangan baquvvat
Shunaqa. Endi hozir ko'pchilik ha 147 menimcha shuni o'tib ketsa kerak. Bu yo'q. Buni bir konkretni unaqa qilib kelish kerak. Qarang. Biz oldin sotganmiz yoki boshqalarda ko'rganmiz boshqa joyda. Motor 88 ot kuch. Aha. Biri 3lik, biri 2lik motorlar bo'ladi. Ha. Endi uni brendi nomini aytib o'tirmaymiz. Shunaqa bo'lgan oldin. O'shalar ham 1 yil, 1,5 yil ishlab bergan mijozga. Ha. Ishlab bergan. Endi men demoqchimanki, bu mashinamizga hech nimaga 3 yil garantiya berilmayapti-da. 147 ot kuchi hamda 2 объемlik atmosferni metan, propan ustanovka qilsa bo'ladi. Sababi buni orqasida masalan o'zi aytib o'tib ketamiz. Tentligimiz bor hamda prom tovarnisi bor. Uni ham ko'rsataveramiz. Ko'pchilik hozir bizani havomiz O'zbekiston sharoitida issig'i baland. Aha. Orqasidan xolodilnik qiladi. Havo. Xolodilnik qilishga mashina masalan Perevalda ketishi bor, boshqasi bor, vodiyda olishlari bor. Shunda umuman motorimiz nagruzka qolmaydi. Ha, qiynalmay bemalol Hammasini shunga mo'ljalga olgan. Mana yukxonani uzunligi ham va yuk ko'tarish quvvati ham birinchi o'rinda qiziqda odamlarga. Bu nechiga nechi uzunligi? Bortimizning uzunligi 3 o'nga 180. Ha, endi 180. Endi 180. Metallari qalin. Xo'p. Грузоподъемник. Yuk ko'tarishi 2,5 tonna standarti. Hop. Standarti 2,5 tonna. Atak tex pasportda yozib berilishi 1 tonnaga 920 kilo. Salkam 2 tonna. Ha, 2 Chekam 2 tonna. Грузоподъемник dokumentalniy. Shunaqa. O'rtacha 2,5 tonna ko'taryapti, lekin bunga ko'proq ham yuklay turgan bo'lishlari kerak menimcha. Bizda chunki ko'p yuklashadi-da. Ko'p mijozlarni ko'rdik. Nima uchunki bu mashinamiz shu Samarqand yig'ilibdi endi o'zimizniki-ku. Ha. Shunga sotgan mijozlarimizdan so'radik, mashina qanaqa? Ko'p o'sha YouTube'larga ham chiqarganmiz, oldingi videolarda chiqarganmiz. O'rtacha deydi, mijozlarning o'zi, haydovchilarning o'zi olganlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketsalar ham bo'ladi. O'rtacha 3 tonna, 3,5 tonna yuk bosib yuribmiz. Wow, 3 tonna. Hali shu paytgacha qimirlagan yo'q deyapti mashina. Gap yo'q. Qoyil. Qarang, Farhod aka, endi baribir texnika buziladi-da. Ehtiyot qismdan muammo bo'lmaydimi? Bormi? Bu Jag brendi China Motors asoschisi China Motors Jag brendini shu paytgacha masalan Jag M3 lar, Jag G7, Jag GS6 mashinamizni sotib keldik. Bular Xitoydan olib kelingan mashina. Ha. Deylik. Shularda zapchast muammo yo'q. Bular Samarqandda yig'ilyapti. O'zi Samarqandda. O'zi bilan birga treylerda yig'ilyapti. Zapchast birga o'sha zapchast magaziniga zapchastni topish muammo bo'lmaydi. Umuman muammo emas. Muammo bo'lmaydi. To'liq o'sha salonimiz o'zida bor. Ha, salonda o'zida ham bor. Qarang, Farhod aka, narxi qancha buni? Imini buni. O'zi narxini boshida aytish kerak edi. Ha. Esdan chiqib qoldi-da. Xo'p. Jag X200 bortovoyimiz narxi 248 million so'm. Aha. Xo'p. Mana bunga o'xshagan tent tortilgan. Bu tentimiz ham shtorkalik bu, yig'iladigan. Ha, yig'iladi. Yig'iladi bu. Ha, o'rtoqlar, bu universal ekan. Mana uni tenti bori. Uzunliklari, motori hamma yog'i bir xil bitta tent qo'shilgan. Tent ham yig'ib qo'ysa bo'ladi. Gabaritni yuklamoqchi bo'lgan akalarimiz ham olib ishlatsanglar bo'laverar ekan. Bunda baribir narx o'zgarish bo'ladi. Narx o'zgarishi bor. Bu 255 million so'm. 207 million qo'shilyapti. Shunaqa 7 million nashat mana bu. Bu zavodskiy o'sha tentli chiqadi, dokumenti ham tentli chiqadi. Dokumenti ham tentli. O'rtoqlar, mana uni olib tent qilib o'tirmaysizlar-da, mana uni olasizlar, dokumenti ham to'g'ri tentda chiqadi. Qarang, hozir 180 mingdan kuniga chiqadi dedingiz. Mana uni hisobida shunaqa bo'lyaptimi? Mana buning hisobida. Hozir mana buning hisobida kuniga 180 ming chiqyapti. Bosh to'lov qancha to'lov qiladi? Bosh to'lov o'rtacha 70 million so'm. 70 million. Sug'urta, boshqa rasxodlari bilan 70 million bilan chiqyapti. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas, 70 million. Endi bu mashina hisobida masalan 6-7 million bularga qo'shilib ketyapti. Shunga o'rtacha buni 3-variantimiz ham bor, prom tovarni. Uni ham ko'rsatamiz hozir. O'rtacha 200 mingdan aylanadi. 200 mingdan hisobini qilib, shunaqa hisob kitobini qilib kelishamiz. Kuniga. Kuniga 200 ming so'mdan tushyapti. Prom tovarni ham bitta ko'rsatsak. Bo'ldi? Ketdik. Xo'p, mana bu 3-variantimiz. Jak X200 prom tovarini deydi bunga. Shassi bir xil. Shassi bir xil, faqat orqa bo'tkasida farqi bor. Endi hammani biznesi har xil-ku. Masalan, kimdir suxarik tashiydi. Unga yopiq mashin kerak.
Mana bu tentovkamizda materiali shunga o'xshagan biznesi bor. Kimga qanaqa qulay? Kimdir kolbasa mahsulotlari, kimdir Shunaqa. sut mahsulotlari. Bitta refni o'rnatib olasizlar mana. Zavodskoy tayyor shunday refni o'rnatsanglar bo'ldi. Endi aka baribir tentovka bilan, shtorka bilan narxida farqi bo'ladi. To'g'rimi? Buni narxi qancha bo'lyapti? Xo'p, bu mashinamizning narxi 275 million so'm. 275 million so'm o'rtoqlar. Kimga promtovarni kerak bo'lsa, promtovarni ham nalichida bor hozir, ha? Bor, tayyor mana ko'rib turganingizdek. Уже tushirilyapti. Mana bu yoqda ham treylerda yana tushirilyapti. Endi yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketamiz, ketdik. Farhod aka, Oh, bu mashinalar 24-23 emasmi? bitta birkasidan ko'rsatib o'raylik shuni. Bo'ldi, ketdik. Mana 2025-yil 5-oy. 5-oy. Faqat soat yozilmagan xolos. Soat yozilmagan. Soat yozilganda kecha bo'lardi, kechagi soatga aytardi. O'rtoqlar, hozirgina sveji tandirdan shunday o'zib sizlarga ko'rsatyapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga tez telefon qilinglar. To'g'risini aytaman, bu omborga tushmayapti, sirazi showroomga tushyapti. Odatda mashinalar omborga tushirilardi. Chunki omborda o'sha qolmagan. Mana bu mashina kelyapti, ketib qolyapti. Ba'zi birlar kelib kutishyapti buni. To'g'rimi? To'g'ri akajon, endi shu gapda biroz to'xtalib o'taylik. To'g'ri aytdingiz aka, omborga o'zi tushirilmayapti umuman. Sababi may oyi. Ha. Hozir ko'rib turganingizdek, mana hozir 6 ta mashinamiz keldi, 2 ta avtovozda. 2 ta avtovozda. Shu 6 ta kelgandan keyin 3 ta mashinamiz bor edi. 3 ta qoldi xolos. Aha. Xudo xolasa shu 6 tani ham 3 tasi sotilgan. Ha, 3 tasi bo'sh. Ha. Voy. Zavod bir hisobda zavod ulgurmayapti. Ha, zavod ulgurmayapti. 12 ta viloyatga ham avtosalonimiz bor-da bizda. Ha, to'g'ri. Zavod shunga ulgurmayapti aka. O'rtoqlar, Yana bitta gap, qamchilaylar. realni gapirishni yaxshi ko'ramiz-da. Kechasi gapingizni oldim. Yo bu mashinani o'tkazyapti, u yoq bu yoq deyish mumkin. O'sha viloyatdagi odam o'sha viloyatiga yoki bizga aloqaga chiqsalar ham texnika qancha qoldi, qancha muddat kutadilar, hammasini aytib o'tib ketamiz. Ha. O'rtoqlar, to'g'risi, ozgina kutish bo'lyapti, chunki mashina yaxshi sariyog'dek ketyapti. Oddiy misol Kia Bongo Hyundai Porter'ni eski narxida yangisini olasiz, analogini yangida. Ulardan ko'ra gurza-podyomnik ko'proq. Metan ham, propan ham tushadi. Podyom salon komfortligi, garantiyasi, ishlashi, zapchast sarflama juda qulayliklar ko'pda. O'zi zamon o'zgarib ketyapti. O'rtoqlar, dunyodagi eng zo'r mashina yangi mashina. Sizlarni China Motors'da kutib qolamiz. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Farhod aka xudo xolasa yana ham batafsil ma'lumotlarni sizlarga berib o'tishadi. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Farhod aka charchamang. Salomat bo'ling.